Yaxshilik ham qilish kerak ekanu, faqatgina yaxshilikni bilgan odamga qilish kerak ekan. Bilmagan odamga ming yaxshilik qil, baribir bilmaydi ekanda. Shunaqa ekan. Lekin men bu gap bilan nima demoqchiman? Yaqin insonlarim bor, do'stlarim bor. Masalan, ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'plab do'stlar orttirdim, bloger sheriklar orttirdim, bloger qizlar, yigitlar, do'stlarim juda ham ko'p. Ulardan men chin qalbimdan minnatdorman. Barcha insonlardan minnatdorman. Meni hurmat qilgan, har bitta insondan minnatdorman. Chunki ular mendan hech narsa kutmaydi. Men ularda profilni yoki reklama qilib berishim ham shart emas, yo ularni mahsulotini qo'yib berishim ham shart emas. Ular mendan hech qanaqa yordam kutmaydi. Shunchaki beg'araz meni yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi. Har doim men bilan suhbatlashib turishadi, hol-ahvol so'rab turishadi. Lekin mendan ular hech narsa kutmaydi. Mendan ulardan hech narsa kutmaydi. Ular meni shunday yaxshi ko'rishadi. Men o'sha insonlardan juda ham katta minnatdorman. Barcha meni hurmat qilgan Instagramdagi barcha insonlarga kattakon rahmat. TikTokdagi, YouTube'dagi, Facebookdagi barcha insonlarga sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlar meni yaxshi ko'rganligingiz uchun ba'zida men bu ijtimoiy tarmoqdan ketaman degan paytimda ham meni qo'llab-quvvatlab turganligingiz uchun, barchasiga sabr toqat qilgin deganliklaring uchun barchalaringga kattakon rahmat. O'z minnatdorchiligimni sizlarga bildirmoqchiman. Mana shunday insonlar, mana shunday sizlarga o'xshagan insonlar bor ekan. Men juda ham baxtiyorman. Hayotimda sizlar borliklaring uchun men juda ham baxtiyorman. Menga har bitta yozgan insonlar bor-da. Ana shu insonlarga barchasiga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki meni sharoitimni bilishadi, uyimni bilishadi, kiyimlarimni bilishadi. Har qanday kiyim holatda bo'lsam ham, har qanday sharoitimda bo'lsam ham, uyim qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar ular meni qo'llab-quvvatlab turishadi. Ular meni ustimdan hech qachon kulishmaydi yokida qanaqa kiyim kiyinib olishim, qanaqa nima deb internetda gapirishim, ularga bu narsalar kulgili tuyulmaydi. Har doim meni qo'llab-quvvatlab turishadi. Nima qilishimdan qat'iy nazar ular meni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun mana shu insonlarga barchasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan tashqari Feruza opa, sizga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ancha yildan buyon, ancha vaqtdan buyon siz meni har doim qo'llab-quvvatlab kelgansiz. Chevar qiz, sizga ham katta rahmat. Har doim siz ham meni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun va bundan tashqari barcha do'stlarim, sizlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlar meni qo'llab-quvvatlab turganliklaring uchun har bitta Instagramda yozgan insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga